Assalomu alaykum okalar hammaniga. Xo'p, yana yangidan salom. Akkumulyatorlarimiz keladigan bo'lsa, akkumulyatorlarimiz kundan kunga yangiliklar kelish to'xtamoqda. Akkumulyatorimizni o'zimiz O'zbekistonniki, Xitoyliklar o'zi kelib yerda quyutgan, o'zi ishlatgan, yaxshi xizmat qiladigan sifatli Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3 larga tushadigan, Lacetti Gentra'larga tushadiganni yaxshi Brown firmasiniki, Bardoni, Meganomi, Bording deydigan firmasi yaxshi xizmat qiladigan sifatli kafolatlar keladigan bo'lsa 3 oygacha kafolatni qilib beramiz. Ishlamasi yo'qmas, yangisiga almashib berish sharti bilan operator baroq olib keling. Buni mana yerda oy yillari bor. Oy yillari ham yangi turib qolgan, surilib qolgan akkumulyator bo'lmaydi. Ko'p joyda okalar o'lishsa rabochiysini o'p qo'yishdi yo UPSda ishlagan rabochini o'p qo'yishdi. O'shaning uchun shunaqa o'ldanib qolmasligini uchun shunaqa oy yillarga qarab sifatli narsa olsani yaxshi narsa bo'ladi. Garantiyalari bo'ladi xudo xolsa. Hop, endilikda keladigan bo'lsa yangiliklarimizni. Mana Xitoy akkumulyatorlarimiz elektromobillarga, Captiva, Malibu'larga qo'yadigan yaxshi sifatli xizmat qiladigan. Bo'lmasam o'zimiz uchidan chiqgan akkumulyatorlarimiz bor. Uchiniki ham kafolatlanib beramiz. Sezon degan firmasi, bularniki ham oy yillari yangi, turib qolgan, surilib qolgan bo'lmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Bu akkumulyatorlarimizni Yanqo'rg'on, Navkent birlashgan tomonlarga dastavkalarimiz ham bor. Oberib o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasiz. 93lik 366 90lik 596 8. Barcha turdagi akkumulyatorlarimiz ham muddatli to'lovlarga qilib beramiz. Sizning uchun sifat biz uchun birinchi o'rinda. Hammaga salom.